gileme kempitne. Vay. Ma yüzüm samsak işip ketkin ne? Yap yaşta mı çiştim işte baldır kitemem mi? Sıkı kandan çıkam endi. Vay. Tap. Hemen bir bir sağlaşmayla kalmasam. Hemen kan aş oğri. Mo xotun yap yaş durup üzgüz tolaykan, üzgüz sözlaykan bulap kaldı. Sen kokap kaldım. Kallısın kitip kalmaz bu ha? Hey! Cinan tuttu mu? İşte korktu aman bir güne. Nime hep kaldı hemen. Ma yüzüm nimdeydi? Yüzün mü? Bu şapalaktın biren yaydı gel de kaçan. Aşta beklemiş bir işığa yeke beni uğrat aza. Sen bilen öğütüp kürdan günün bağışaydı. Ünlüğünü satımı akıp koysan da koyaydı. Ma çişim ağrı kitpardı çişim. Çişin ağırıp gitti mi? Çişin ağırıp gitkeden ne kimde bir ağlı boşap. Küşmağdır kalmağını köygen. Nime kıldım ben sana? Ma meni küze tatıktırım kempitlersi yıl koymazsam kanda kıldın. Yürü. Tostam o. Tossam şöyle tanrım tövellep gitti dedin. Şu şeytanın tövellep ketken tutsa. Şunu kempit değil koydam o. Ma çişim çön davasa. Şeytan çon da olsa. Sen kişi mu ya? Ben sana nimdep tekken. Muşince kişini el kılamam sen. nerede bu ben? Ya. Oğlum. Ha buldu. Kişi olan günahım boğandı kim benim? Bana. Bu xutundan çağırıp gitti. Hepsinden maşaqsaq öz boşluqqa kelgan. Anlasam katta mukafatliq musobaqalar ekan. Shuni tushuntirib qo'yamsiz? Unda olsa bek yaxshi vaqtda kelibsiz. Bizning bu shu Aqsu'dagi shu Vansangda joylashgan shaxsiyat eg'iz boshliqi bu film tartish musobaqasi o'rlashtirgan. Nim maqsadda real vaqtimizda bizning bu yerda 30 yaqin odamlar bor, xizmatchilar bor. Bizning hozir taraqqatimiz bek yaxshi qantachish bilim tartib bor. Bu munosabat bilan bizni qo'llagan xalqqa va partiya hukumatga minnatdorlik bildirish uchun film musobaqasi o'rlashtirdik. Birinchisi 40 mingdan iste'mol. Hamma bir şey plankin neymiş qilib bo'ldi. Masalan 10dan 20 odamni bevosita qo'shib qola oladi degan. Eng oxirisi 1400 ko'ydan oyoqlashi. Qolgan tafsilotni agar siz faoliyat qatnashay deb qolsangiz tafsil so'zlab berasan. Film tartish musobaqasi film ishlab darajaga kiramaganlarga mukofotlar bormi? Ba daraja kiramaganligiga 10 darajadan oqisiga mush amalar bizniki mush o'rin kelsa 300 yuan qiymatidagi asrash bo'limi ondan boshqa shu mukofotniki natijasini e'lon qilgan kunsa kunligi 30 dan 3 kun 100 odamniki bizning maqamtashish bilim yeng qurgan aqsud yo'qchu. Shu munosabatdan 100 odamniki kunda 30 naqsiz tekshirib qo'ymiz qani. Film ishlash bo'lgan talab qanday? Oddiymi yoki? Film ishlash talab bo'lgan bekarda qo'li til bilan bo'lsa, obdan gap qila bo'lsa bizning mush o'rin kutib baqqan bo'lsa, mishatki jarayonni Abrapa suratlar olamdı, davalatgan ko'rinish olamdı, bir şekilde munosabat qilgan ko'rinish bo'lib qolsa, ammo shu shaxsiyat gavdalangan film bo'lib qolsa, bo'laydi degan. Eg'izaki shaxsiyat eg'iz boshliqi deb shuni otiga asos tasli bu degan shunday. Bu shaxsiyat gavdalangan bo'ldi. Bek bilan mag'lub qolsa, telefon numarday 138 99 21 11 14 telefon qilib, so'rasanglar tafsilot tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Ha, qanday tishing og'rib qo'ypadimi? Ha, qo'ypadi. Ulab ap gilema kempitne. Tishim og'irdi deb o'tding ha? Peşim kayıp kesse. 别墅里面唱开。 Nükü? Qanday qiladinglar?